Assalamualaikum. Barliq Sharq Bugün yana tahrir namoyishda o'rnashtirib biroz xalqimiz bilan namoyish qilish maqsadimizni o'rtoqlashay dedim. Mumkin bo'lsa bir yangi aqliy urush qarindoshlar axborot urushi mana ikkinchi dunyo urushidan keyingi bitilgan demokratik tuzilma dunyoda ojiz millatlarning ovozi bilan o'zining irodasini bildirish bilan o'zining taqdirini belgilash bitilgan qarindoshlar. Ko'z oldimizda ko'rdik, Hong Kong xalqini ko'rdik. Ular qanday natijaga erishdi? Kashmir xalqi qilmoqda, Rohingya xalqi qanday qilib o'zini qutuldi qarindoshlar. Ya'ni bir qonun jihatdan qo'llashga erishdi. Bular bir diqqat qilaylik, nazarimizni solaylik qarindoshlar. Biz favqulodda qarindoshlar, bugun tarixiy bir fursat. Xitoy tajovuzlari oldi qo'yib ilgirlash uchun bizning vatandagi ota-onamiz, qarindoshlarimizni ziminiga sog'liq uchun yo'qotishga qaror qildi qarindoshlar. Sharq Turkiston masalasi tarixda Yalta kelishumi munosabati Xitoy tajovuzlariga bo'lib berilgan. Biz bugun yana shu xalqaro Sharq Turkiston masalasini xalqaro intizom bilan, xalqaro tuzum bilan hal qilamiz qarindoshlar. Ya'ni mustaqilligimizni esga keltiramiz. Çünkü bizim tarix bo'lib bergan kuchlar bugunmi yarashadi, yangi kuchlar bor qarindoshlar. Bugun biz Amerikaning bayrog'i bor, Yaponiyaning bayrog'i bor, Sharq Turkiston bayrog'i bor. Demak, Sharq Turkistonninki xalqaro masala ekanligini, Xitoy tajovuzlari da'vat qilib, Xitoyning ichki ish emasligini dunyoga bildirish uchun namoyish olib beramiz. Va bu namoyishimizning oxirida munosabatli davlatlarninki ichki ishlar, tashqi ishlar va ko'rsatilgandek organlarga ariz xat qilib sunyapmiz qarindoshlar. Mana Xitoylarning chiroyida qonqonmay qarindoshlar, o'zining davlat manfaatini hammadan a'lo bilgan Xitoylar qishimizga kattasaratlik ko'maklarni chekishmoqda. Demak, bizning ishimizni kuzatyapti. G'azab bilan kuzatyapti. Lekin biz haqda azizlar. Xitoy tajovuzlari Sharq Turkistonda edam o'tiryapti, xo'rlab o'tiryapti odamni. Biz qotillik qilmadik. Biz ilmiy o'zimizningki demokratik huquqni talab qilamiz vatandoshlar. Lekin atrof ko'rdinglar Xitoylarningki o'zining milliy mavjudligi, milliy manfaatini ustun bilgan Xitoylar yani bizga g'azab nafrat bilan dushmanimiz bilan qarayapti. Biz tajovuzning qotilligi, tajovuzchilikka, haqsizlikka qarshi haqqimizni dunyodan ilmiy usulda talab qilyaptilar. Vatandoshlar, bizning da'voyimiz xalqaro da'vo, xalqaro hal bo'lgan masala. Şuna biz davayımızda namoyish qildik, namoyishning oxirida arz xat berdik qarindoshlar. Amerika elchixonasi, Angliya elchixonasi, o'zini turgan davlatlarda va turgan davlatlarning ichki ishlar, tashqi ishlar, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki o'zini turgan davlatlar organlari bor. Ularga xat 4-5 parcha xat ismayli vatandoshlar. Arz xasmayli qarindoshlar. Namoyish qilish faqat bu xalqlarni guvoh qilishdan emas. Hong Kong xalqini ko'rdinglar, namoyish qilish bilan birga o'zining ahvolini dunyoga jiddiy suratda qarindoshlar, tikil ziyolilar, tikil o'quvchilar, tikil uqumishliq, diplomliq arboblari arz xat bilan o'zining dardini anglatib, Amerikada o'zini qo'g'dash qonuni chiqib oldi qarindoshlar. O'zining shu yashash uslubini o'zi qaror qiladi. Demak, o'zining demokratik huquqini Amerikaning qo'g'daydiganlik qonuni chiqib oldi. Ular urush qilmadi vatandoshlar. Ya'ni shu demokratik inqilob bilan o'zini ojizlar qo'g'dash qonuniga erishdi. Bu gapimni mayli bizningki dindorlar o'ylab baqinglar, dunyoning tartibi shunday vatandoshlar. Har qanday bir yuqori kuchdan ojiz kuch o'zini qo'g'dashni talab qilish bu dunyoning qonuniyati. Şuna biz
bugungi dunyoning bir ilmiy haqliq bir davoyimizga kuch chiqaradi vatandoshlar. Yolg'on da'voga aldanmaylik. Munofiqlarningki yolg'on qilayotgan da'voyi Xitoy tajovuzlarini haqda qilish, Xitoyning Sharq Turkistonning qotilligini haqda qilishdan boshqa narsa emas qarindoshlar. Bu bayroq Sharq Turkiston tuproqning bayrog'i vatandoshlar. Bu hargizmi ma'lum millatning milliy manfaati yo shaxsiy chizgan narsa emas. Şuna bayrak bizgilerleydiğen tarihki atıbavlarımız, ecdatlarımız yakın tarih tutulan bu devletimizni talep kılışımız gerek. Evet, dünyamı muşu Şarkı Türkistan bayrakı var, devlet girdapları var, dünya hatırlayan muş devleti arkadaşlar. Şuna biz devletimiz eslik etmek için ve halkımızı kurulaş için özümüzün davayını bütün dünya anlatırlar. Arz xat yezishni unutmaylik. Mayli qayerda namoyish qildik, namoyishning oxirida maqsadimizni yuqorida bilib ketdim, shu organlarga maqsadimizni aynan anlataylik vatandoshlar. Bu haqiqiy da'vo bo'ladi. Bu da'vo bugungi dunyoning uygun da'vo qilgan bo'lamiz. Bu sırtda ya Xitoy konsulun oldin namoyish qo'yib, Xitoy konsulga arz topshirish yoki namoyish qilib da'vo qilyotidi degan xalqni aldash bu da'vo emas qarindoshlar. Cho'qim biz tashqi dunyoga o'zimizning talabimizni yetishimiz kerak. Xitoy tajovuzdir, manda qilyotidi, xalqni xo'rlab o'tiryotidi. Sharq Turkiston xalqi xalqaro kuchlarning Ikkinchi dunyo urushidan keyingi xalqaro kelishimiga bo'ysunib tinch yashagan xalq. Xitoylar o'zi har xil siyosiy o'yinlarning ichida o'yin o'ynab, ism qo'yib, zamin egalarini yo'qotyotidi degan maqsadni bildirib, arz qilmayli vatandoshlar. Hammalarningki vaqt oldim. Bunday kunlar namoyishda biroz shu qisqa bir fikrimni tashlashni to'g'ri ko'rdim. Hammalarning vaqt oldim. Hammalarga rahmat.